Bir qitim Uyghur ашханасыга berib tamoq yeb kelish uchun 2 soat mashina haydab berib, yana bir shaharga laqma yeb keldigan gibi. Ben turayotgan shahar Ottawa shahrida Uyghur ашханасы yo'q. Qaysanlar kelasizlar kelib Ottawada Uyghur ашханасы ichinglar. Kanadaning poytaxtida bir Uyghur ашханасы yo'q desinimda. Bismillahirrahmanirrahim. Ben özüm hiç bakayım ya, yardımcı adam var mı? Ay oldu. Hava şundak uçuk, şundak çıraylık bugün erta kar yağdı iken. Kar yağıştan ilgiri uzun yol menip kelen 2 saat. Ottawa bilan Montreal'ninki araligi 2 saatlik yo'l. Hozir ashxonaningki adresini kirgizsam 197 kilometr jiratlikda deb chiqadi. Bir qitimliq qilmayish uchun shahar atlab ketib qolgan. Uyda qo'ysam bo'ldi endi. Uyda qo'ytirib endi shunaqa bo'lsa-da, qiliqi Uyg'urcha ashxonada o'tirib yeganninki o'xshamaydi-da. Boshqa yol mangaş hikaye sözlep bana ya. Nakış bakşan mangaş mandık ya. Kanada'daki katmış belgeleri yukarı süratli taş yoldaki sürat belgeleri kilometre her saat boyunca. Amerika tarafta miles boyunca oldukken bir kıtım ben ötken yılı 9. ayda 2018 yılı 9. ayda Ottawa'dan Boston şehriga mashina haydab bordim. 11 soat yo'l to'la to'plab mashina haydab to'yni qildim, to'yga. Ashuna bir qiziqarli bir experience deymanmi. Mashina haydab to'yni qilib yo'ldashida Amerika tarafga o'tgandan keyin ham qanaqa bo'ldi ekan desa, bu yuqori suratli tosh yo'lda ajab bu aram bir 60 manga ya, bu ajab osmonga ya deb mada o'ylab qo'ygandim. Bu yenimdeki mashinalar degan vosh uchib o'tib ketib qolmasmi? Şunun bilan tuyuqsizlam yadım keldi. O Kanadadagi xizmatdoshlar shunda deb beradi. Amerikadan mashina haydab Kanada taraf o'tganlar 5 daqiqa tez suratda tiket yeb ketadi ekan deb surat tez eshib ketganligi uchun. Nima qilsa Amerikadagilar u yerda miles ishlatadi ekan, maydigilar kilometr har soatiga deb bu yuqori suratli tosh yo'llarniki belgilanmasi 100 deganni ko'rib bilan puchi deganda ashuna qilib 5 daqiqa tiket yeb ketadi ekan odatdagi asta 20-30 mang'an ko'chalarda degan 50-60 ming'ib degandek. Shu tuyuqsizlam yadim kelib Amerika tarafga o'tgandan keyin ham ondan keyin men bu suratimni o'ngishib oldim. Har qaysi davlatlarniki bu yuqori suratli tosh yo'lga belgilanmasi o'xshamaydigan emas. Germaniyaga borgan vaqtimda bu yuqori suratli tosh yo'lniki yuqorisiga chiqib qolmaydi ekanda. Bu nimda tez mang'anda bu sho'qur deb to'sam yenimdagi mashinalar o'tib ketib qolmay puchuk o yerda 200 dan eshib ketsangiz 5 dan bo'lmaydi ekan. Germaniyaniki meniki bu odatdagi mening suratim shu 110 shu atrofidan belki eshib ketsa shu 120 dan men kelsam o'zim qatnab qolmayman ekan. Torontoga borganda, Montrealga borganda mashina har qancha eshib ketsam 140 lar chiqib ketsam yuragim to'pildab so'kib ketadi meniki. Geldim. Arzu ve Özgü, Ürümçi Özgü Uyghur Restaurani. Kedonlar mı? Ürümçi Özgü Uyghur Restaurani.
Rasmiy Uyg'urcha oshxona mana. Lamb strips. Onun da kolayan pizza bakmaydı. Lagma yesem camiyenin kuş bir çıkmak yok şeydi ama. Hazır tamamını yapıldım. Aşkhana kirgenden keyin bir muncha Uyg'urlar bor ekan. Shuning bilan ular bilan tinchlik so'rashdik. Hammalar o'zinglar bilgandek Uyg'urlar odatda ancha bak ekranlarga chiqishni xohlab ketmaydi. Shuningga men bu ishni demdim. Shuningga men odam yo'q chig'da. Bu videomda turib sizlar bilan so'zlashyapman. Montreal shahriga sanglar cho'qim bir kelib ketinglar. Ichilari shundoq go'zal bezalgan yaxshi oshxona. Ашханы ичиш, ашханы Uyg'urcha bezash, shularning hammasi madaniyatimizni saqlab qolishning bir yo'llari shunashqa. Shu savdogar qarindoshlarimizning ko'plagan Uyg'ur oshxonalarini ichib, o'z madaniyatimizni, o'z tomoq madaniyatimizni boshqalarga taqdishni, dunyoga tanishtirishda bir kishilik hissini qo'shishni umid qilaman. Ashna qilib, intayin mazalik bir vaqt Uyg'urcha tomoq bilan kechlik qildim. Tegdi. Bugungi faoliyatim tegdi. Shundan bilan aql edibdi. Qaytadigan chog'i keldi. Muzikalar men qaltis. Milliy muzikalar bilan o'zimizdagi Uyg'urcha naqshni tinglab, Uyg'urcha oshxonada tomoq yemak intayin huzurli. Ketgim kelmaydi u Uyg'urcha muzika anglab. Ashta qilib tomoqni yeb bo'ldik. Qildigan ishlarimni tugatib bo'ldim. Qayta yansa o'tavaga ketdik.
Otavanikidan qimmatgan may bazı mayada. Quebec ülkesinde yuqori o'xshaydi. Ay. Malumatlar. Ay, men mushu kechasi yo'l mamaydim odatda. Ma yo'lni madim endi shu yoqtirmaydim demak. Kesh qolganiga qara qilaman. Kesh o'ynab yurgandan keyin. Home sweet home. Aşında qilib kechalab mashina haydab uyga qaytib keldim. Shanba yakshanbalarimni tugitib. Bu qatimki safarimdan o'ylaganlarimni yana ozroq ham baholasam sizlar bilan Montreal shahri Quebec өлкәсиге tava. Quebec өлкәсенең qatnash qoidasi ma bizning Ontario taraf bilan sal o'xshamaydi ekan. Kichikkina bir misolni olib o'tsam, masalan biz qizil chiroq to'xtagan chog'da o'ng tarafga qayrilmoqchi bo'lsak, ma Ontario өлкәсida va Kanadaniki boshqa joylarda odatda qizil chiroqda o'ngga qayrilsak, yeşil chiroqni saqlamasaqmi bo'ldi ekan, lekin shu Quebec өлкәсida mashina haydayotgan chog'da cho'qim qizil chiroqda to'xtab, toki yeşil chiroq mangan chog'da anandan keyin o'ngga qayrilgan gapkan. Shu bir taraf o'xshamaydi ekan. Anandan keyin yana birisi Montreal shahri, shu dunyo bo'yicha Parijdan qolsa, ikkinchi cho'ng fransuzcha so'zlaydigan shahar, shuningdek fransuzcha intayin muhim keng ko'lamda tarqalgan. Endi bu Quebec өлкәсе mustaqillikni talab qilayotgan bir өлкәләрнең biri, ya'ni Kanadadan ayrilib chiqib ayrim bir davlat qurimiz deyotganlarning birisi shuningdek. Ular inglizchani bilsimi odatda, inglizchani ancha bek so'zingiz kelmaydi ekan. Masalan, yo'llarni so'rasingizmi, inglizchani hatto bilsimi sizga fransuzcha qilib ham turib oldi ekan. Shuningdek, Montreal shahriga kelmoqchi bo'lsangiz, ancha muncha bir inglizchadan boshqa yana azroq fransuzchani o'rganib, andan keyin kelsangiz o'g'idek, masalan, oddiy shu hamda qahvaxonalar bilamdi, McDonald'lar asosan o inglizcha yaqsangiz hech qanday sizga ayrim pozitsiya tutmaydi. Ham ular savdo uchun bo'lganligin, lekin yo'llarda shu Montrealning yerlik xalqlari inglizcha so'zlaganlarni sal chetga qoqid ekan. Andan keyin osiyoliklarni discrimination azroq bor. Hem discrimination to'g'riliq so'zlasam, butun dunyo bo'yicha Yevropa taraflarida sal eg'irroq bo'lsa, shu Kanadaninki discrimination eng tuvan deb qarayman o'zimcha. Hem to'g'rilarda mashinaga oid materiallar bor, hamda biz bu yerda boshqalar bilan ahvollashsaqmi, bizniki o'rtaq beshida avval so'raydiganimiz where are you from originally, ya'ni qayerdan kelding, seniki asli tegin qayerdan deb bunday so'raymiz ahvol so'ragan chog'da. Shuningdek bu davlat ko'chmanlar davlati. Undaq bo'lgandan keyin ham odam bu yoqdan kelib shu Kanadaniki nüfusini tashkil etgan bo'lgandan keyin u bir-birsini andaqayliqi chatga qiqish degandeklar boshqa davlatlarga solishtirgan chog'da Kanadaniki eng tuvan darajada deb qarashga bo'ladi. Adamlari yaxshi, ammiya yaxshi. Tanımaydigan kishilarni yo'llarda ketib berib, bir-birsiga o'tib kelib qolgan chog'da bir-birsiga kulimsirab o'tib ketadi. Kechiring degan gapni to'liq qiladi, rahmat, kechiring degan gap bak to'liq qiladi. Bo'lib, shu sorry degan gap bak uchraydi bu yerda. Hatto o'ziniki xatoligi bo'lmagan ishlardimi sorry deb ma'lum. Excuse me, sorry, thank you. Lots of them. That's why I love Canada. Temadan sal chatnab ketib qoldim. Men bugungi asosli tema shu sizlarga Uyg'ur ashxonasi to'g'riliq so'zlamoqchi edim. O'zgi Uyg'ur ashxonasi shu Montrealda yangi ochilgan. Buningdan ilgirimi ochilgan ashxonalar bordi, lekin men anglaganlarim bir mazgil savdo qilib to'xtab qolganlar bor ekan. Bu o'zgi ashxonasi Torontoda birinchi ashxonasi bor, ikkinchi ashxonasini o'lka atlab Montreal shahriga ichibdi. Allah ishlarga barakat bersin. Texmi ko'plagan Uyg'ur savdogarlarniki shu Uyg'ur millatimizga oid bir narsalarni ko'proq shug'ullanishini texmi umid qilaman. Bu videomda texmi asosli bo'lgan demoqchi bo'lgan gapim o'zimizniki milliy kimligimizni saqlab qolish uchun mana shundoq savdogarlarimizniki Uyg'urcha ashxonalarni ko'plab ichishini, tamoq madaniyatimizni, o'zimizniki Uyg'urcha shu uy bezakchiligi qatorliqlarni dunyoga tanitish, madaniyatimizni dunyoga tanitish, o'zimizning milliy kimligini saqlab qolish degandeklar to'g'riliq asosli so'zlamoqchi. Shu ashxona ochsanglar shu
chiroyli uyg'urcha yasab, uylaringlarni uyg'urcha yasab, bolalaringlarni uyg'urcha yasab degandek. Uyni uydek qilib, apam o'z qo'li bilan tikib bergan yostiq. Shu yostiq ko'plarim bor. Ozroq uydagi his qilaman. Bo'lmasa uydan yiroq tekshiryapmiz, uyni suyg'inib. Boshqa kelgan botur deb. Biz beshimizga kelgan chaqda botur bo'lib ketar ekanmiz shunda. Apam bir jipdan, bir yingnidan o'z qo'li bilan tikkan yostiqlar. Mushunchalik bo'lsin. Abone bo'lishni unutmang. Abone bo'lib, bu yandagi kichik qo'ng'iroq belgisini chip qo'ying. Xo'sh, qo'llab berganinglarga. Xayrli kech.